Mana fasllar kelinchagi bahor fasli ham kirib keldi. Bahor faslida gullar ochiladi, maysalar esa yam-yashil bo'ladi. Qishda uxlab yotgan daraxtlar esa uyg'onadi. So'ngra bahor faslini kelganini bildiruvchi qushlardan biri qaldirg'ochlar uchib kelib xonadonimizga, ya'ni so'rilariga, ayvonlariga uy qurishadi. Keyin qaldirg'ochlarni onalari oziqalarni g'amlab bolachalariga ulashib chug'ur-chug'ur qilib uyimizga, xonadonimizga fayz, baraka va xursandchilik keltiradi. Keling, o'zim o'rgilib, sizga o'sib qo'yaman. Ana, biram chiroyli bo'lib ketdinglar-ki. Ana endi boringlar, sumalak qilishga. Chopila tezroq o'ynaylar o'sha yerda. Asallarim. Tez boringlar. Eshigingni och, men yonimni ko'raydir. Eshigingni och, men yonimni ko'raydir. Yo'llarimni och, yo'lingni vafo deysam